Demak, navbatdagi masalamiz bundan oldingi masalamizga o'xshash bo'lib, bu yerda uchburchak ABC tekisligiga hamda M nuqta berilgan. M nuqtadan ABC tekislikka qadar qisqa masofa aniqlansin. Aylantirish usulidan foydalanib aniqlaymiz bu masalani. Demak, bu yerda masala bir marta tekisligimizni aylantirish orqali xususiy vaziyatga olib kelib olamizda, mana shu bir marta aylantirganda bizga demak kerakli natijaga erishamiz. Proyeksiyalovchi vaziyatga o'tkazamiz hamda M nuqtadan proyeksiyalovchi tekislikkacha qisqa masofani aniqlaymiz. Buning uchun tekislikning bosh chiziqlarini o'tkazamiz. Mana S uchidan o'tkazdim. X o'qiga parallel qilib H2 shtrix u X o'qiga parallel. H chizig'imiz AB tomonini kesib o'tdi. Bir nuqtani gorizontal proyeksiyasini aniqlaymiz. Ya'ni AB tomon deyotgani uchun bir nuqtamizni AB tomonga olib tushamiz. Mana uchburchakni A1 B1 tomoniga. Mana 1 u 1 nuqtani aniqladik. H2 shtrix S uchidan o'tyapti hamda mana 1 uchidan o'tyapti. 1 S nuqtalardan o'tyapti. Bu yerda ham S hamda 1 nuqtani birlashtiradigan bo'lsak, H 1 shtrix gorizontalning gorizontal proyeksiyasini aniqladik. Endi aylantirish o'qini tanlaymiz. Uchburchakni S uchida tanlaydigan bo'lsak, aylantirish o'qini gorizontalga perpendikulyar qilib. U holda mana S2 shtrixdan I o'qimiz I2 shtrix X o'qiga perpendikulyar qilib chizamiz. S uchidan o'tganligi uchun bu ustidan ko'rinishi mana S uchida qo'shilib qoladi. Nuqta shaklida ko'rinadi bizga, chunki gorizontalga perpendikulyar o'qimiz. Mana S bilan ustma-ust joylashib qoldi. S hamda I1 shtrixlar bitta nuqtada bo'lib qoldi. Xo'p. Endi tekislikning gorizontalini mana bu H chizig'imizni biz aylantiramiz mana bu vaziyatga kelguncha. Ya'ni sirkulni mana bu S uchiga qo'yib turib liniyasini H chizig'imizni yoki mana bir nuqtani bundoq aylantiramiz. Bir nuqtani aylantiramiz. Mana bu yerga 1 u 1 shtrix bo'ladi bu yangi vaziyat. Strelka buni mana bundoq strelka qo'yib qo'yamiz mana. Sirkul yordamida bir nuqtani aylantirib olib kelamiz. Oldin bu H chizig'imizni chizib olamiz. H 1 u 1 shtrix bo'ladi. X o'qiga perpendikulyar qilib, mana bu perpendikulyar qilib hamda unga bir nuqtani aylantirib olib kelamiz. Mana sirkulni mana bu uchga qo'yib. Xo'p, shu ketma-ketlikni bajaramiz. Mana H chiziqni chizib oldim. Perpendikulyar liniykani mana bu tarzda qo'yib, mana H chiziqni chizib oldik. Hamda H 1 u 1 shtrix bo'ldi bu. Bir nuqtani aylantirib olib keldik. Bir nuqta bu yerda mana bu shaklda keldi. Sirkul yordamida bundoq aylantirib olib keldik. Mana shu yerga keldi. Mana bu yerda nuqta qo'yilish. Nuqta tushib qopti bu yerda, demak ko'rinmay qop. Mana shu yerga keldi bir nuqtamiz. Xo'p. Endi A nuqtani ham olib kelamiz. A nuqtani aylantiramiz. Sirkulni o'sha S uchiga qo'yamiz har doim. A nuqtani aylantiramiz. Bu qayergacha keladi? Demak, biz mana bu masofani o'lchaymiz sirkul yordamida. 1 dan A gacha bo'lgan masofani o'lchaymiz. 1 u 1 shtrixdan A 1 shtrixgacha bo'lgan masofani o'lchab, mana shu masofani sirkul yordamida mana 1 uchiga qo'yib turib, sirkulni yoy chizadigan bo'lsak, mana 1 uchiga qo'yib turib sirkulni yoy chizsak, biz bu ikkala yoyimiz kesishadi. Mana bu yerda. Mana o'sha demak yoyni chizdim, bir nuqtaga qo'yib turib. Mana ikkita yoy kesishdi, kesishgan nuqtasida demak A nuqtaning yangi vaziyati A 1 u 1 shtrixni aniqlaymiz. A 1 u 1 shtrix. Ya'ni endi bu bir nuqtadan A gacha bo'lgan masofa, mana bu masofa bizda mana bunga teng bo'lishi kerak. Mana bu oraliqqa teng bo'lishi kerak. Bu yerdagi masofa. Xo'p.
A nuqta bilan bu yerda ko'rinib turibdi A1 hamda 1 buni davomida B nuqta yotgan ekan. Bu yerda ham A bilan 1 ni birlashtiraman. Buni davomida B nuqtani aniqlayman. B nuqtani qanday aniqlayman? Mana bu 1 nuqtadan B gacha bo'lgan masofani o'lchaymanda, mana bu yerda 1 nuqtadan o'lchab tomonga qo'ysak, mana shu yerda demak bizga B nuqtani yangi vaziyati kelib chiqadi mana bu yerda. Bu B 1 shtrix bo'ladi mana. Shu ketma-ketlikni bajaramiz mana. A bilan 1 ni ulashtirdim. Bilan davomida mana qora rangli chizig'imiz mana bunga teng, mana davomida bu nuqta bizda B 1 shtrix nuqta bo'ldi. Bu yerda S nuqtamiz qo'zg'almas. Agar A, B, S ni birlashtiradigan bo'lsak, mana uchburchagimiz mana bu shaklda hosil bo'ladi. Mana birlashtirib qo'yamiz buni. Ya'ni yashil tomoni mana bu yashil tomoni ko'k tomoniga teng. Yashil tomoniga teng uchburchakni. Mana bu qora joyi demak qora qismi mana bu qismiga teng hamda qizil qismi bu qismiga teng. Uchburchakni gorizontal proyeksiyasi hosil bo'ldi. Frontal proyeksiyasini aniqlash uchun esa endi A uchidan A1 shtrixdan X o'qiga perpendikulyar chizaman. Buni uzunligi mana bu A2 ni ro'parasigacha chizamiz. Shu ro'parasiga olib chiqamiz. A2 shtrixdan X o'qiga parallel chizamiz. Mana bu yerda demak A nuqtani yangi vaziyati bo'ladi. A1 shtrix. B uchidan B1 shtrixdan olib chiqaman. Buni B ni ro'parasiga chiqamiz mana. B2 shtrixni ro'parasiga chiqamiz. B2 dan shtrixdan demak X o'qqa parallel chizsak, mana uchrashgan nuqtasida B nuqtani yangi vaziyati kelib chiqadi. Bu uchala nuqtani mana S qo'zg'almas bu yerda. Hosil bo'lgan A mana S B ni birlashtirsak, bitta to'g'ri chiziq hosil bo'lishi kerak. Ya'ni uchburchagimiz proyeksiyalovchi vaziyatga kelishi kerak. Mana shu ketma-ketlikni bajaramiz. Mana A dan bog'lovchi chiziq olib chiqdim, A2 dan olib keldim. Ikkala uchrashgan joyida A1 shtrix bo'ldi. B1 shtrixdan bog'lovchi chiziq chiqardim. B2 shtrixni ro'parasigacha mana B2 shtrixdan olib kelsak, ikkala uchrashdi. Mana bu nuqtada bizda B1 shtrix bo'ldi. Aytganimizdek, mana A, S, B nuqtalarini birlashtiradigan bo'lsak, mana bitta to'g'ri chiziq hosil bo'lsa, demak masalan to'g'ri ishlayotgan bo'lasiz. Endi bu yerda uchburchakni proyeksiya bir marta aylantirib proyeksiyalovchi vaziyatga olib kelib oldik. Bizga M nuqta ham berilgan. M nuqtani endi buni ham aylantirishimiz kerak. Aylantirganda demak qanday yo'llari bor, bir nechta xil usuli bor. Keling bu yerda biz ko'chirib qo'ya qolamiz. Hozir mana bu shaklda M1 shtrixdan H1 shtrixga perpendikulyar chizaman. Mana perpendikulyar chizdim. Liniykani mana shu tarzda qo'yib, mana joylashtirib perpendikulyar chizdik. H bilan uchrashgan nuqtasini 2 nuqta deb nomlasam, 2-1 shtrix mana. Endi mana shu 2 nuqtamiz H chizig'ida yotibdi. 2 nuqtani yangi vaziyatini aniqlash uchun mana S1 shtrixdan 2 gacha bo'lgan masofani o'lchayman. Mana shu masofani o'lchayman. S1 shtrixdan mana H chiziqqa qo'yaman, H1 ga. Mana bu tomonga qo'yaman, shu masofani o'lchab. Mana o'lchab qo'ydim. Demak, mana shu yerda bizda 2 nuqtani yangi vaziyat hosil bo'ldi. 2-1 shtrix bo'ldi. Mana shu tarzda 2 nuqtani aniqlaymiz. Mana o'lchab qo'ydim. 2 nuqta mana bu yerda hosil bo'ldi. 2-1 shtrix bo'ldi. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin. 2 hamda M to'g'ri chiziqlar orasidagi masofa, mana M nuqta orasidagi masofa, mana bu masofa H ga perpendikulyar bo'lgan holda joylashgan. Bu yerda ham xuddi 2 nuqtadan mana o'ng tomonga qo'yamiz, shu masofani o'lchaymiz.
Demak 90 gradus bo'lishi kerak bu hga. Negaki bu yerda 90 gradus burchak ostida joylashgan kesmalar. Mana shu tartibda qo'yamiz. Demak bu uzunlikni o'lchab mana bu tomonga qo'yamiz. X ga parallel qilib yoki bo'lmasa mana h ga perpendikulyar holatda. Mana shu uchburchak lineykani mana shu tarzda joylashtirib, mana o'lchab qo'yib oldik. Bu nuqtamiz bizda M nuqta bo'ldi. M nuqtaning yangi vaziyati M1 Qaytaraman. Demak, mana bu masofa mana bu masofaga teng bo'ldi. Mana shu tarzda demak M nuqtani yangi vaziyatini aniqladik. Xo'p. M2 1 aniqlash uchun M1 dan X o'qiga perpendikulyar chizamiz. Mana shu M2 ro'parasiga kelguncha. Mana chizdik. M2 dan olib keldik. Olov chizig'ini X o'qiga parallel. Mana bu nuqta bizda M nuqtani yangi vaziyati bo'ladi. Demak, shu ketma-ketlikni mana bajarib qo'yamiz. Mana perpendikulyar chizdim. M2 dan olib keldik. Bu hosil bo'lgan nuqta bizda M1 bo'ldi. Mana bir marta aylantirib tekisligimizni proyeksiyalovchi vaziyatga, xususiy vaziyatga olib keldik. Endi mana shu holatda biz to'g'ridan to'g'ri M1 dan mana bu ABC uchburchak tekisligimizga perpendikulyar tushiradigan bo'lsak, mana bu holatda bu masofa bizda haqiqiy kattalikda proyeksiyalanadi. Mana shu masofa M nuqtadan uchburchak tekisligiga qadar qisqa masofa bo'ladi. Mana perpendikulyar tushirdim. 90 gradus ostida lineykani mana shu tarzda joylashtirib, bu haqiqiy uzunlik bo'lgani uchun haqiqiy uzunlik belgisini qo'ydik. Bu perpendikulyarimiz uchburchak tekisligi bilan kesishib, bu yerda uchrashib K nuqtani bersin bizga. K1 K1 Mana kesmamizning haqiqiy uzunligi hosil bo'ldi. Biz orqaga qaytib bularni proyeksiyalarini aniqlab qo'yishimiz mumkin. Proyeksiyasini aniqlash uchun K nuqtani gorizontal proyeksiyasi hamda bularni mana dastlabki holatdagi K1, K2 shtrixlarni aniqlashimiz kerak. Buning uchun K1 shtrixdan bog'lovchi chizig'ini X o'qiga perpendikulyar tushiraman. Qayergacha bu? Demak, mana bu M1 shtrixni ro'parasigacha. Nimagaki to'g'ri chizig'imiz bitta proyeksiyasi haqiqiy kattalikda, uzunlikda bo'lsa, uni ikkinchi proyeksiyasi X o'qiga parallel bo'ladi har doim. Mana bu tarzda. Demak, shuning uchun biz K1 shtrixdan M1 ro'parasiga olib tushdik. Mana shu ketma-ketlikni bajaramiz. Xo'p, mana bog'lovchi chiziq olib tushdim qizil rangda. M dan mana parallel olib chiqdim X ga. Bu chizig'imiz bilan ikkalovi uchrashgan nuqtasi K1 shtrix bo'ldi bizda mana. K1 shtrix. Endi K1 shtrixni aniqlash uchun biz M1 dan K1 shtrixgacha bo'lgan mana bu masofani o'lchaymiz. Bu masofamizni uzunligini aniqlaganimizdan keyin bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana H ga perpendikulyar holatda joylashgani uchun bu yerda ham M1 shtrixdan H ga perpendikulyar mana ikki nuqtadan o'tyapti. Shuni davomida K yotibdi mana. M2 buni davomida K yotibdi. Bu yerda ham M1 shtrix mana 2 shtrix buni davomida K yotgan ekan. Endi qayerda buni mana bu masofani o'lchab turib bu yerga qo'yadigan bo'lsak, mana demak hosil bo'lgan nuqta bizda K1 shtrix bo'ladi. Demak, mana shu uzunlikni bu chizig'imizga o'lchab qo'ydik. Mana o'lchab qo'ydik. K1 shtrixni aniqladik. K1 shtrixdan X o'qiga perpendikulyar chiqaramiz bog'lovchi chiziqni. K2 shtrixni aniqlaydigan bo'lsak, K2 shtriximiz demak K1 shtrixni ro'parasida yotadi. Mana bundan bog'lovchi chiziqni olib chiqsak, ikkala uchrashgan nuqtasida K2 shtrix bo'ladi.
Nimaiki orqaga qaytyapmiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana M2 shtrix bilan M1 2 shtrix bitta balandlikda yotibdi. A2 shtrix bilan A1 2 shtrix bitta balandlikda yotibdi. Bu yerda demak B2 shtrix bilan B1 2 shtrix bitta balandlikda yotibdi. Xuddi shu qonuniyatdan kelib chiqib K1 2 shtrixni ro'parasida K2 shtrix yotar ekan. Demak, mana shuni bilgan holda K2 shtrix mana shu yerda bo'lar ekan. Mana bog'lovchi chiziqni olib chiqdik, K2 dan olib chiqdim. Mana shu nuqta bizda K2 shtrix bo'ldi. Mana M2 shtrix bilan K2 shtrixni birlashtirsak, demak, eng qisqa masofani frontal proyeksiyasini ham aniqlagan bo'ldik. Mana shu tartibda demak haqiqatdaligini hamda orqaga qaytib buni proyeksiyalarini ham aniqlab qo'yish talab etiladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, darslarimizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.